o'g'il bola, agar tizimda yashayotganligingni isbotlab bersan, bugun hayotingni o'zgartirishga va'da berasanmi? Qara, uydan chiqib faqat qizil mashinalarni ko'r va har bir qizil mashinaga men senga $1000 to'layman desam, agar sen faqat uydan chiqib faqatgina qizil mashinalarni qidirasan va ularni topasan, kun oxirida kelib menga qizil mashinalarni nechta ko'rganingni aytib bera olasan. Lekin men sendan oq mashinalar qancha edi desam, sen aytib bilmaysan, chunki sening fokusing, sening diqqating faqatgina qizil mashinalarga qaratilgandi. Xuddi shunday tizim ham senga imkoniyatlarni emas, muammolarni ko'proq qilib ko'rsatadi. Ular seni chalg'itishadi. Ular senga muammoni bo'rtirib, unga faqatgina yechim ularda borligi, ya'ni ish, maoshligida ko'rsatishadi. Tushun, agar sen hammada yashamoqchi bo'lmasang, hamma qilayotgan ishni qilma, shunchaki boshqa ishlarni qil. Qo'rqma, risklar senga yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu hayotda maksimum o'lishing mumkin. Zero bundan ham qochib qutulib bilmaysan. Agar o'lishing aniq ekan, senga qancha yashashing muhimmi yoki qanday yashashing muhimmi? Insonning ichida ikkita inson yashaydi. Biri qo'rqoq, biri jasur. Ular faqat ikkalasi jang qiladi. Qaysi biri yutadi deysanmi? Qaysi birini ko'proq e'tibor bersang va uni oziqlantirsang, o'sha yutadi.